Assalomu alaykum hammaga. Bugun Sunny 235S modelini to'liq obzor qilamiz. Hozircha kovushidan boshlasak, 1.3 kuba zo'r ishlangan kovush. Tishlari ham, zashitalari ham, bakareskalari ham zo'r ishlangan. Realni aytaman, zo'r. Palislari ham joylashuvi yaxshi. E'tibor bergan bittasi bu tomonga bo'lsa, ikkinchisi bu tomonga. Bu ham xuddi shunday. U tomondan bu tomonga solingan bo'lsa, u tomondan u tomonga, ya'ni balansirovkaga ahamiyat bergan desa ham bo'ladi. Smaska qiladigan joylar yaxshigina zashita qilingan. Bundan muammo yo'q. Smaska zashitalar zo'r. Mana bunga ham yaxshi qilgan. Lekin yoqmaydigan joyi mana shuni. Bu yerdan bir dumaloq chaqib, mana shunga o'xshash qilganda zo'r chiqadi. Chunki bu Rossiyada ishlasangiz, mabodo sovuq joyda bunga loy yoki kotlovanda ishlagan loy yoki suv kirib, muz bo'lib qotib qoladi. O'shanga yonboshidan qo'yganda zo'r bo'ladi. Keyin rukayatga e'tibor beramiz. Rukayat tepasi aytaylik 25 bo'lsa, mana bu yeri ham misol tepasi 30 deylik, bu yeri ham 30 qalinligi. 30. Aksincha tepasi 30 bo'lsa, pasti 35 bo'lishi kerak. Chunki bu shirinasiga ishlaydi. Tepasi esa bunaqasiga ishlaydi va bunaqasiga qalin bo'lib, bunaqasiga ingichka. Mana shu narsani sal ekonom qilgan yoki mana shu narsani shirokroq qilsa zo'r bo'ladi. Bu yerga 1,5 sm qayiqda rezina qo'yilgan, bu yerga undan 2 ta qo'yilgan. Ya'ni o'sha aybni yopish uchun. Tak, gusinsalar zo'r. Standartni, mana bularga ahamiyat bergan отдельный bu narsa ichida ham, tashqarisida ham bor mana. Ichida ham bor, tashqarisida ham bor. Yaxshi bu narsa. Oyoq rangishlar e'tibor bergan, bu yaxshi. Reduktorlari ham yaxshi. Zvezdochkalari ham yaxshi, yomon emas. Tak. Radiatorni ko'ramiz. O'zbekiston havosi chang. Biroz radiator to'lgan-ku, lekin yangi texnikaga bo'ladi. Ishlashi zo'r, isib ketmaydi. Konditsioner bor, interkuler bor, radiator bor, maslinniy gidravlическийlar bor. Yaxshi. Akkumulyator bu yerda joylashgan, ko'rib turibsizlar. Tak. Qaranglar-da, bu yer toza, bu yer tuproq. Nimagaki, mana воздушникdan nima tushib kelaveradi, tuproq. Ko'rasizlar, bu yerga mana baklashkan kesib qo'yib qo'yamiz, xudo Harna toza tursa biz ham. Ko'rlaring, bu dvornikni bachog'i, воздушный filtr. Tak. 235S model tosh, gurza tosh. Bu yerga muhim narsalarga ehtiyot bo'lish kerak. Tagi muslar yaxshi. Zashitniklar, ramalari ham normalniy. Mana bularga alohida e'tibor bergan. Mana shu narsasiga respekt, alohida respekt aytaman. Chunki eski texnikalarda bu narsa yo'q. Mana bu narsani tez yeb qo'yadi. Reduktorlarning ichki ko'rinishi, bu yerda gidromotor joylashgan bo'ladi. Normalniy zashitalar. Tak, gurza tosh, orqa ko'rinish. Yili 2025. Endigina 1000 soat ishladi yoki ishlamadi. Gidronasos. Topливный filtr nimagadir mana yer уже qorayib qolgan. Nimadir salarga chiqayapti bo'lishi mumkin. Maslinniy filtr, gidronasos, ishlash datchiklari bor. Bu yoqda gaz ligrovkasi bor. Bu yerda filtr. Mana bu уровень bo'ladi. Gidravlический уровень mana bu yerga ko'rsatib qo'ygan. Hamma joyda ham shu yerda bo'ladi. Asosan mana shu yerda bo'ladi. Tak, bu gidravlический bak, topливный bak bo'ladi, bu bardachok. Gusinsaga shu ahamiyat berdik. Mana bu narsani zo'r qilgan, ichidan ham qilgan, tashqaridan ham qilgan. Tak. Smaska qiladigan joyi ikkita ekan. 3 ta bo'lardi odatda, o'rtada ham bo'lsa. Bular ham yaxshi. Mana bu ham qo'yilgan. Mana bu narsa ham qo'yilgan. Bu reduktorga, ya'ni правый, левый, o'ng va chap reduktorga gidravlik liniyani olib boradigan reduktorcha. Bardachokcha, bu yerda faray joylashgan. Smaska, bardachok yaxshi, yomon emas. Menga yoqmagan joyi Kamatsudan o'g'irlangan. Bu yerdan ushlab ko'tarish. Bu yerdan ushlasa, do'sandan o'g'irlaganda mana shu joyini zo'r chiqadi. Realni zo'r chiqadi. Topливный bak. Smaskasi. Bu gidravlik liniya qo'shimchasi. Ko'ryapsizlar? Silindrlar joylashuvi, faralar bor, yaxshi.
Streladan gap yo'q. Mom yo'q. Bu поворотный reduktor. Menga yoqqan tomoni mana moy quyish joylari удобный bo'lgan. Shpunt joylari. Bu коробкасы. Tak. Bu gidravlik bak. Motor Isuzu'dan. Tak. Bu grubo очистка deydi. Воздушный filtrniki. O'zbekiston sharoitiga bundan yoki masliniy filtr kerak edi mana shunisiga. Yoki hozir Xitoyda ishlab chiqaryapti, zo'r chiqyapti o'sha ham, o'shandan qo'yish kerak edi. Havoni mana bunaqa tuproqni tozalab beradi. Keyin menga yoqmagan joyi mana bu. O'ng tomondan chap tomonga qarab ochilar ekanda. O'ng tomondan chap tomonga. Do'sanda, misol Hitachi'da mana bu yerdan nariga qarab ochiladi. Bu zo'r. Chunki o'zini o'zi ko'taradi. Siz hozir buni ko'taraman desangiz, biroz og'ir bo'ladi. Bu noqulaylik ishni. Bu noqulaylik. Xo'p, motorga kelsak, bu yoqda radiator joylashgan ko'rlaring, interkuler bor. Tak. Mana bu turbinani воздушныйdan keladigan joyi, shlangi. Isuzu motor. Motor yaxshi, ishlashi zo'r desak ham bo'ladi. Gulshitil. E'tibor beringlar, 1000 soat ishlagan texnika. Turbina bor. Bu yoqda mashinasiga e'tibor beringlar, zo'r ishlagan. Realni zo'r ishlagan. Bu filtr bor. Tak. Antifrizniki bo'lishi kerak. Apparatura bor. Podkachkasi ham shu yerda. Zo'r. Realni aytaman, zo'r ishlash. Tak, endi shuplarni ko'rdilar. Endi kabina antenna bu yerda joylashgan. Steklolar hali deyarli yangi texnika. Xo'sh, endi chiqib tushish удобный, yaxshi. Qulay qilingan. Salonga kelsak, alohida e'tibor beramiz. Dvornik bu chekada joylashgan. Lampochkalari, ikkita fara bor. Yaxshi, yop-yorug'. Bu yerda salon filtri joylashgan. Xo'p, ochilib yopishlariga e'tibor berasizlar. Yaxshi, ochilib yopishlari. Salonimiz. Tak. Joystik joylashgan. Yaxshi joystik. Bu yerda monitor desak ham yo'q. O'sha radioni qo'shsangiz bo'ladi, bluetooth qo'shsangiz bo'ladi. Yaxshi, bu pechka, konditsioner bor, zo'r ishlayapti. Qani, bismillah. Eshik yopilishlari. Mana buni ochasiz. Menga yoqqan tomoni mana bunda ochadigan joyi bor. Mana bu yerda ham bor. Buni realni zo'r ishlagan. Mana shu narsaga e'tibor berib yaxshi qilgan. Do'san yoki Hitachida faqat bu yerdan ochiladi. Bu qiyinchilik tug'diradi. Ya'ni ishlaysiz, qo'lingiz bu podlogonikda bo'ladi, sovuq uradi. Podlogoniklar zo'r ishlangan, realni. Tak, bu tomonda kalit bor, gazniki bor, fara, bu ham fara, bu dvornik suvniki, bu dvornik o'zini ishlatadi. Remenlar bor, zo'r. Signalsi alohida tema, realni zo'r ishlagan. Tak, bu yerda boshqaradigan narsalar bor, ya'ni mana. Buni ko'tarib signalni o'ynatsangiz bo'ladi, tepaga pastga. Buni olib o'zingizga taraqa yengil tortasiz. Undan tashqari mana buni ham olib borib kelib berasiz. Undan tashqari mana buni ham borib kelib berasiz. Bu signalni real aytaman, zo'r ishlagan. Молодец, respekt. Bu yerga har xil razmerda narsa qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ham bor. Bu oddiy yashik. Bu shunchaki korobka turadigan joy. Tak, kolonkalar joylashgan. Bu fara. Keyin mana bu yashik desak, bu nima desam bo'ladi? Bu konsol yoqqaningizda muzday bo'ladi, pechkan yoqsangiz issiq bo'ladigan bir отдельный xonacha. Zo'r ishlagan mana shuni. Tak. Endi bismillah o'tirib olamiz. Kovush ko'rinishi shu. Strela. Bu yerda luk bor, bu обязательно kerak, har qanday ekskavatorga kerak. Realni yaxshi ishlagan bu narsa. Bahor keldi, lampochkalar zo'r. Tak, endi
Bismillah. Ishlatib ko'ramiz. Sani. E'tibor beringlar, hali yangi texnika. 1000 soat ishladi yoki ishlamadi. Tak. Gidravlik massani qo'shamiz. Texnikani ishlashiga realni aytaman zo'r. Tungi smenada ishlayman, hozir semenchigim keladi. Semenchigim kelsa ekskavator topshiraman, tamom. Keyin kovushiga kelsak, qaranglar-da, men bitta narsani aytaman. Kovush realni zo'r ishlagan. Mana ko'plar nima desam bo'ladi? Men bu narsaga ehtiyot bermayman. Bitta, ikkita, uchta list yotqizganda, tekis yotqizib varid qilgan. Ya'ni bu zo'r. Qumli, toshli, shag'alli joylarda, tog'li joylarda ishlasangiz, kovush cho'tga aytadi. Realni aytaman, zo'r. Menga yana bitta yoqmagan joyi bor. Zub joylashuvlari ko'rilargan. Mana shu chekada 7 sm, 5 sm zazor tashlab bu yoqdan boshlaganda, ya'ni bu ugulni, mana shu aynan ugulni yeb tashlaydi. Mana shu chekkadagi zubni mana shu chekkaga 0 qilib qo'yganda zo'r bo'lar, maqsadga muvofiq bo'lar. Hozir mana buni qaranglar, ugulni уже yeb tashlayapti. Ko'ryapsizlarmi? Bu erta yeb borib mana shu yerdan shunaqasiga yeb qo'yishni sifatsiz qilib qo'yadi. Boshqa texnikalarda mana shu zub, mana bu bokovoy bor-ku, mana shu undan tekis tushib, mana shuni sentrga qo'yiladi. Buni chekkaga qo'ygan. Lekin mana shu narsani qilsa zo'r chiqadi, men respekt deyman. Lekin Zomlion yoki aytaylik Sinomachga nisbatan zo'r. Bo'lmasa ko'rishguncha bolalar, tamom.